Assalomu alaykum Oddiy Polvon obunachilari. Xudo xolasa biz mana manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Marg'ilondan kelishingizda Shahartepadan o'tganingizdan keyin o'ng qo'lda katta qo'zmay bor. Qo'zmaydan o'tgan Qo'rg'onchaning eski idorasi. Qo'rg'onchaning eski idorasi hamma biladi. Xo'p, Yazavondan kelishimizda Yazavon tarafni ko'rsating. Yazavondan kelishimizda Farg'ona kanalidan o'tgandan keyin o'ng qo'lda propan biznes zapravka bor. Biznes zapravkadan o'tgandan keyin. Xudo xolasa ish jarayonlarimiz qozonlarimiz aka turbali bo'ladi. Stenasi 1 santimetrli 0.8 dan 1 santimetrgacha bo'ladi turbalarimiz. Xo'p, mana turba kesish jarayonlari. Ukamiz mehnatdalar mana kirasi tayyorlash jarayonlari. Turba kesilyapti. Turbalardan ko'rsatib qo'ying aka bitta qalinliklarini. Eski rossiyskiy turba bo'ladi. Yangi listdan bas. Bo'g'oz kirib kelishimiz bilan mana mahaviylar terish jarayoni, motorga mahaviy pichoq qo'yish jarayoni. Mana pichoqlarimiz ko'rsatib qo'ying aka bitta. Xo'p, bu jiguli mahaviy bo'ladi. 34 ta pichog'i bo'ladi aka buni. 2 qatorli pichoq. Xo'p, endi bunisi mana listlilar aka. Bu ham listli bo'ladi, 6 li listdan bo'ladi. 34 ta pichog'i bo'ladi. Mana pichoqni bunday qilib qayraymiz, ko'rsatib qo'ying aka. Pichoqlari 34 talik qayrilgan bo'ladi, 2 qatorli. Shu yerda mana balansirovka chiqaradigan joy. Ukamiz mana balansirovka chiqaryaptilar. Bitta ishlatib, ko'rib balansirovkasini 0 ga chiqargandan keyin tashqariga chiqadi, tayyor bo'lib. Motorlarimiz titan motorlar mana 4 kilovatli alyumin motor. Bunimiz mis motor aka mana Ariol motor. 6,5 kilovat 100% metlik motor bo'ladi. Choy yig'ish jarayonlari mana xudo xolasa bag'is svarka jarayonlari. Yig'ish jarayonlari bag'is. Ko'rsatib qo'yasizlar. Akamiz mana oyog'ini qo'yaptilar. Motorga moslab qo'yadilar. Alyumin motorga alohida oyoq qo'yadilar. Mis motorga alohida. Akalar pushka variant chiqarishadi. Tayyor zagatovkalarimiz aka lazerimizda kesilib keladi. Ketkalarni ham aytib aka. Xo'p, to'rt xil ketkasi bo'ladi. Bu qo'ybob ketkasi qo'limda. Bunisi molbob ketkasi. Bu mana tariqlarni, bug'doylarni chiqaradigan ketkasi tepay qilib. Bunisi makkani chiqaradigan ketkasi. Yorma qiladi, makkani marday bilan chiqaradi. Bularni tomonga. Bu tomon mos priz, beda priz, choli priz. Bunisi qo'ybob qilib chiqaradi. To'rt xil ketka bo'ladi. Kutubxonamiz mana kirasi jarayonlari ham boshlandi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Oddiy Polvon rabbilariga murojaat qilasizlar. Har doimgidek qozonlarimiz to'rtlarni turbali, pichoqlari 34 talik, original pichoqdan bo'ladi. Motorlarimiz ham Ariol original mis motor bo'ladi. Hop, pasiyatli nomerlar telefon qilaverasiz 77 173 22 22.